Do'stlar, bugungi chislo 2025-yil 17-may sanasiga Germasidorskining 4-terimi do'stlar. Hosili hali ham bor, mana e'tibor berib ko'rishlar mumkin. Quyib qilgan. Bu yerda hozir eksperiment tariqasida men sizlarga kalibrovka bu Germasidorskiy mana e'tibor berib ko'rishlar mumkin. Germasidorskiy gilosi tushib ketdi mana. Ko'rishlar mumkin 32 kalibrda. Polni bular hammasi 32 kalibr. Mana bu ham 32 kalibr. Bu ko'rib turganlaring Svetarena. Karobkani to'g'rilab qo'ying. Bu Svetarena. Svetarena ham yaxshi gilos, lekin bu 30 kalibrda. Hozirgi kunda eng yirik gilos bo'lib, baribir Germasidorskiy gilosi qolyapti. E'tibor berib ko'rishlar mumkin. Bu hali xom holatda, lekin mazasi juda ham shirin. Xom holatda. Mana hozirlarga buni ichki ko'rinishini tishlab o'zim ko'rsataman. Bismillahirrohmanirrohim. Yaqindan ko'rsating. Hozir baribir Germasidorskiy gilosi eng yirigi bo'lib qolyapti. Svetarena ham yirik giloslarga kiradi. 30 plus kalibr beryapti, lekin Germasidorskiy 32 plusgacha boryapti. Do'stlar, Germasidorskiyni ham, Svetarenani ham kuzgi mavsum uchun ko'chatlarni yig'ishtirib qo'yganmiz. Shoshilib qolasizlar, ko'chat zakazlar davom etyapti. Ko'chatlar oz miqdorda, ko'p miqdorda emas. Lekin ko'chat soni juda ham ko'p, lekin garantiyali ko'chatlar juda ham kam. Sabab hozirgi kunda ko'pchilik ko'chat ulama paytida nazoratsiz holatda pindik soladi. Shu sababli ko'chatda aralash holat ko'p uchrab qoladi. Do'stlar, qattiq nazorat ostida ulangan ko'chatlarimiz bor. Sertifikati bor, dokumenti bor ko'chatlar bor. Shoshilamiz. Zakaz qilish uchun 94lik 139 33 39 telefon raqamlar bog'lanasizlar. Mana sizlarga kelajagi bor. Kelajakda bular mana katta daraxt bo'lib turib, mana e'tibor beringlar. Katta daraxt bo'lib turib shunaqa effekt beryapti. Hozirgi kunda ko'p daraxtlar 6-7-yilga borgandan keyin o'zini o'zi changlatadigan daraxtlar juda ham ko'pi mayda bo'lib qolyapti. Do'stlar, bular sinovdan o'tgan, O'zbekiston muhitiga ko'ngan. Bular mevalar nazoratini yaxshi ushlaydi. Haligi o'zini o'zi changlatadigan ba'zi turlarga o'xshab ko'p qilib O'zbekistonda 70% aholi agronomlikka moyilligi past bo'lgani uchun hosili mayda bo'lib qolishi ehtimoli kutiladi. Bu daraxtlarda hech qanday agronom hech kim kerak bo'lmaydi. Odatiy holatda kesasiz, odatiy holatda dori solib suv ochsangiz ham kalibrini yiriga yetishtiradi. Do'stlar, videoga like bosamiz, mehnatlarga обязательно bittadan like bosamiz. Gilos yegani ham kelaverasizlar do'stlar.